يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat. Qirg'iziston Qurshab ayli o'sha o'tganda biz shu masjidimizda 2-3 oydan beri savoq bo'lyapti-da. 2-3 oydan beri savoq bo'lyapti. Alloh shukr. Sanjarbek davlatimiz sevib bo'lib, o'shaga o'tganda bir jamoat yoshlar bir 20 ta bolalar qatnashgandan 10-15 tasini Qur'on hajja qilganmizda, Qur'onga tushganlardan, tamodan Qur'onga tushganda, ana bugun cho'ngdor kelish kerak edi. Buni afsus hozir kishilar sevtirmay kelolmay qoldilar. O'sha hozir jamoat qolgan 2-3 bolamiz cho'ngdorda Qur'onga tushganlarni Qur'on hajja qilib qo'yamiz. Qonunlarimiz va o'qigan kitoblarni hajja qilib berib qo'ysa, bu o'sha jami o'qishga tajvid bilan bosilgan kitoblar inshaalloh. Sonra biz hozir oqsoqolimiz Bozor Qurqochondan taqsimga beradigan. Bismillah. Bu taqsimimiz Qur'onga tushib, donamiz o'zidan olib, kameraga qolib qo'yamiz. Sizlarga nasibdan harakat qilinglar qo'yganlar. İnşallah. Maşallah. Maşallah. Davlamız Kur'an geçiyor ama adamı kendi davamız sizden. Diğer tafsir. Allah razı olsun inşallah. Din takıda tutan insanlardan olmanıza maşallah. Sabahdan tafsir kendi. Bu hamların özümüzde Kuşabli bollarımızdan Abi dostumuzun oğlu. Bu ham Xudo xolasa bugun hisobda Qur'onga tushdi. Ana bolalarni tugatib, Alloh taolo mana shu Qur'onni kimga bergan bo'lsa, ana shuni darajasini aziz qiladi inshaalloh. Kelajakda butun Qirg'izistonga yer yuzida foydasi tegadigan insonlar bo'ladi inshaalloh. Bu taqsimimiz ham mana bugun biz masjidga kelgan mehmonlardan biri Qur'onlardan boshlab namozdan nasib qilsin. Hurmatli jamoat, Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onni kimga bergan bo'lsa, o'sha Qur'on orqali u insonning darajasini ko'targan. Sababi aylarning sevgi bo'lgan Ramazonda tushirdi, Ramazonni muborak qildi. Qadr kunda tushirdi, qadr tunni berekali bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga berdilar, payg'ambarning ummati qadrli bo'ldilar. O'sha uchun ustozlarimizga çok rahmat deymiz. Alloh subhanahu va taolo shunday qancha insonlarning yaxshi yo'lga kirishini sevuvchi bo'lib qolyapmiz, maşallah. Acaba bir dua koysanız da. Hadi gelin siz dua koyunuz. Gelin. İşte gelin. Gidelim şurada bak. Gelin yakın. Ya gözüm abi. Subhanallah. Nakılan amallarına şu ballardan yaxşı o'qib deb astra sürüp qiziqtirib shunday bir belekler o'tganlarga Qur'onni ketdi. Tartılıp o'tganlarga Allah razı olsun. Bilimler, cumlu olsun, şu ballardan, şu mescitten, şu ayildan, alimler, karlar, ulamalar çıkanlardan nasip olsun. Biz yoksa davetçilerden gel, ilim alıp, el bilen çakırışı işte biliyorsun. Amançılık olsun, tışçılık olsun. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah razı olsun. Saçı bunları işlettiğinizde size daha inşallah. Tamam. Nasip de bundağı. Rahmat. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.